1,5 million so'mdan mana. 1,5 milliondan ham qo'zilarimiz bor mana. Qadrli obunachilar. Mana endi bittadan like bosib qo'yadigan joylar chiqdi, qadrli obunachilar. 1 bas, 2 bas, 3 ta bola tuqqan qahramon onaga bittadan like bosib qo'yinglar. 4 ta sarig'idan 6 ta qorasidan qadrli obunachilar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari va bizning kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar, qo'zi ishqibozlari. Video qarshisiga yaxshilab joylashib olib, bittadan tirsillatib like bosib qo'yasizlar, chunki bugun qo'zilarimiz arzon bo'lib ketdi. Xo'p, bo'lmasam biz turgan joy Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahrida o'zimizning xonadondan Xudo xolasa 3 partiya qo'y qo'zilar ko'rsatamiz. Bitta 3 taligimiz bor. 2 partiya qo'zilarimiz bor. Xudo xolasa shularning hosillarga qo'ldan kelgancha narx-navolari, oyliklari, yeb-ichishlari hamma yo'llarini ma'lumotlarini berib boramiz. Qo'zilarning ko'chatlaridan keyin Xudo xolasa soniga 20 dona. Birinchi partiyamizga soniga 20 dona, 10 ta qo'chqor, 10 ta sog'liq mana. Simjun, yaltiroq zo'rlaridan kelgan. Eng qizig'i bitta 3 tasiniki egizak. 3 tasiniki egizayi bor, 10 ta qo'chqor, 10 ta sog'liq. Xo'p, qo'chqorini o'zini olaman degan keyin 10 ta qo'chqorni shuni ajratib sotaveramiz. Mana shu qashqalardan ikkovi ham egizak, qo'chqor. Sog'lig'ini o'zini olaman degan odamga alohida sog'lig'ini ham sotaveramiz. 10 tadan misol 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq qilib olaman deganlarga ham bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ammo ulgurib qolinglar, puli arzon. Ko'chati zo'r, yevich zo'rlaridan kelgan. Xo'p, bo'lmasa videoda cho'zib o'tirmaymiz-da, birinchi partiyamizdagi qo'zilarimizning narxini aytib o'tamiz. Ash sarig'larda ham bittasi qo'chqor, 3 tasi sog'liq. Bittasi yo 2 ta qo'chqor, 2 ta sog'liq degan sarig'larda. Mana shu ham qo'chqor, xudo xolasa. Xo'p, narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi bo'ladigan narxini aytamiz. Hali balat aytib, kami bor demasdan 1 million 600 ming so'mdan bo'ladigan narxi 1 million 600 ming so'mdan mana qadrli obunachilar. Bunaqa narx bozor bilan ham, YouTube bilan ham bemalol solishtirib olasizlar. 1 million 600 ming so'mdan optimiga hammasini bir joyga olaman deganlarga bo'ladigan narxi. Qiziqqanlar, ishqibozlar bo'lsa, tashab qo'yaman deganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar mana 20 dona. Xo'p, bo'lmasam bu partiyamizni olib kelamizda, ikkinchi partiyada bundan kattaroq qo'zilarimiz bor. Ularni olib chiqib ko'rsatamiz. Hozircha mana shular. Birinchi partiyaga olib chiqdikki, ulgurib qolinglarda mana ataylab arzonlardan, go'zallardan olib keldik mana. Ko'rib, yarmini olsalardan o'sha vaqtda ketaveradi 1 million 600 ming so'mdan. Hali 5 ta qo'chqor, 5 ta sog'liq qilib olsalar albatta. Endi qo'chqorni o'zini olsalarning qo'chqorini o'zini olsalar 1 million 700 ming so'mdan 10 ta qo'chqorni chiqarib beraman. Sog'lig'ini o'zini olaman deganlarga 1,5 million so'mdan mana. 1,5 milliondan ham qo'zilarimiz bor mana, qadrli obunachilar. 1,5 million so'mdan misol uchun 10 ta sog'lig'ini o'zini olaman desalar, mana shular sog'liq mana. Mana shu ham sog'liq. Bu ham sog'liqmi ekan? Bu qo'chqor. Xullas 10 ta sog'lig'ini chiqarib beraveramiz 1,5 million so'mdan. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bo'lmasam, keyingi partiyani olib chiqib qo'ydik. Xo'p, mana qadrli obunachilar, ikkinchi partiyamizga soniga 10 dona qo'zini yomonlaridan ham chiqdi mana o'zi ham. 4 ta sarig'idan 6 ta qorasidan qadrli obunachilar. 2 ta qo'chqor, bitta sariq qo'chqor, bitta qora qo'chqor. Qolgani 8 ta sog'liq. Xo'p, endi buni ham misol uchun yarmini olgani aloqaga chiqaringlar. Optimiga olsalaring albatta kelishadigan holati osonroq bo'ladi, kelishishimiz yana ham yaqinroq bo'ladi. Qo'zilarda mana udorlaridan xudo xolasa maza qilib boqaman deganlarga soniga 10 dona xolos. 2 tasi qo'chqor, ko'paytirib olaman deganlarga 8 ta sog'liq. Xo'p, buni ham endi sirazi narxiga o'tib qolamiz. Qo'zilarni mana ko'ryapsizlar, ko'chatlarini tachag'i yo'q ichida. Xudo xolasa gullaridan kelgan. Xo'p, buni endi narxiga keladigan bo'lsak, narxini 2,5 million emas, 2 million 300 ming so'mdan bo'lsa, hammasini bir joyga dastavkasini qilib beramiz. 2 million 300 ming so'mdan 10 tani bir joyga olganga mana aloqaga chiqib o'rasizlar. Agar yarmini olaman desalaring ham kelishaveramiz. Bitta qo'chqor, bitta sog'liq qilib olaman desalaring ham kelishaveramiz. Xullas har turiga olib kelishaveradi xudo xolasa. Noumid qilinmaydi.
bemalol aloqaga chiqaveringlar. 2 million 200 ming so'mdan pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasiz, soniga 10 dona ulgurib qolinglar. Mana ko'chatlarni ko'ringlar. Mana alohida bo'lib o'tib berishadi. Ana. Xo'p, bo'lmasam endi bundan tashqari bitta 3 ta bolali qo'yimiz bor. Uni ham olib chiqamiz. Ujjaylarni ko'rib hozir xolis baholarni berasizlar. Bittadan layklarni bosib turinglar, qadrli obunachilar. Mana shunaqa arzonlaridan, go'zallaridan faqatgina bizning kanalda bo'ladi deb o'ylaymiz. Sog' bo'linglar. Ikkinchi partga ham chiqaveramiz. Mana endi bittadan layk bosib qo'yadigan joylar chiqdi, qadrli obunachilar. 1 bas, 2 bas, 3 ta bola tuqqan qahramon onaga bittadan layk bosib qo'yinglar. Bitta qo'chqor 2 ta sog'liq tug'ibdilar. Enasining ikkinchi tug'ishi. Egizak emas bu. 3 oy so'raganlarga jo'natib qo'yamiz bu videolarni. Chunki bu qo'y xudo xolasa keyingi yilga ham har doim 3 tadan tug'ib berishga harakat qiladi. Endi mana ikkinchi tug'ishda 3 ta tug'ibdi. Endi birinchi tug'ishda to'g'risi bilmaymiz nechta tuqqan. Lekin ikkinchi tug'ishga yomon emas 3 ta. Ikkinchi udariga deydi-yu. Xo'p. Buni endi maqtab o'tiringizda narxi o'tib qo'yamiz. Narxi arzon 7 million 200 ming so'm bo'lsa, dastavkasini qilib beramiz. 7,5 million 8 million demaydi, mana 7 million 200 ming so'mga vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Qahramon onaga videodan layk bosib qo'yishingizdan chiqmasin, qadrli obunachilar. Mana shu bilan videolarimiz ham tugadi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. O'zimizning xonadonga mana ujjay qo'yimiz keldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin.